Ismini o'zgartirgan hamda klinik o'limni boshidan kechirgan Sevara Nazarxon haqida kutilmagan ma'lumotlar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Sevara Nazarxon 1976-yilning 23-dekabrida Andijon viloyatida tavallud topgan. Oilada o'rtancha farzand bo'lib, uning opasi hamda ukasi bor. Xonandaning hikoya qilishicha, uning tug'ilishi klinik o'lim bilan kuzatilgan. Biroz vaqtdan so'ng hayotga qaytgan Sevaraning hayotida o'zgarish yuz berdi. Avvaliga hayotidagi bu mudhish hodisa sababli unga Umida deya ism qo'ygan otasi barcha ko'rgiliklar ortda qolgach, qizini sevimli bo'lsin deya uni Sevaraga o'zgartirgan. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarda uning ismi Umida Nazarxonova bo'lgan. Shu sababli maktabda uni hamma aynan Umida deb bilgan va bu Sevaraga yoqmagan. Pasport olayotganda u ismini Sevara deya qayd etgan. Xonanda bolaligida Farg'onadagi buvisining uyiga ko'p borgani va eng shirin xotiralari o'sha yer bilan bog'liq ekanligi haqida ham so'zlab bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, xonanda Xudoyorxonning 8-avlodi hisoblanadi. Xonanda intervyularning birida bir necha yil avval pul topish uchun ipodrom Chilonzor buyum bozorida choy sotgani haqida aytib o'tgan. Ba'zan mendan so'rashadi, auditoriyangiz, muxlislaringiz boshqalarnikidan farq qiladi. Bu natijaga qanday erishgansiz, ularni qanday topasiz deb. Shu payt men 2 yil ipodromda choy sotgan davrlarimni eslayman. Bu hayotimdagi eng muhim hamda qo'rqinchli damlar edi. Onam ikkalamiz idishlarni yaxshilab yuvib, yoniga muz qo'yib choy sotardik. Shu bilan nima demoqchiman? Men har doim oddiy odamlar qatorida bo'lganman. Hozir ham shundayman, boshqalardan farq qilaman deb o'ylayman. Ko'chada tanib qolishsa, ha, bu yoqimli holat, xursand bo'laman. Lekin men ham boshqalar singari oddiy odamman, deydi xonanda. Xonanda bolalikdan san'atga qiziqqanini, Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lgani hamda moliyaviy qiyinchiliklar bilan Toshkentga kelgani haqida so'zlab bergan. Bolaligimdan Sherali Jo'rayevning muxlisi bo'lganman. Uning qo'shiqlarini eshitib, ulg'ayganman desam ham bo'ladi. Sevara Nazarxon 1998-yili O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgan. Talaba bo'lish bilan birga yakkaxon ijrochi sifatida ham faoliyat boshlagan. Undan avval T-Sola va Sideris guruhlarida faoliyat yuritgan, ammo u yerdagi natijalaridan ko'ngli to'lmagan. 2000-yili Sevara Nazarxonga nihoyatda omadli keldi. U Nihol nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritdi. Oradan 2 yil o'tib esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mukofoti bilan taqdirlandi. Xonanda ijod bilan bo'lib turmush qurishga shoshilmaydi. 30 yoshida Bahrom Pirimqulov bilan oila qurgan. Ularning to'yi O'zbekiston mehmonxonasining yozgi restoranida bo'lib o'tgan. Aslida kuyov o'zbek, ammo o'sha yillar xonandaning o'zga millat vakili bilan oila qurgani haqida mish-mishlar tarqalgandi. Xonandaning shaxsiyati ham ijodi kabi o'ziga xos. U boshqalarga o'xshashni istamaydi. Hatto intervyu berish bilan ham bog'liq qarashlari bor. Ijodimning ayrim pallalarida ma'murimdan intervyu bermaslikni, bunaqa takliflarni qabul qilmasliklarini iltimos qilaman. Ijodimda biror yangilik bo'lmaganida, yangi albom chiqayotgan bo'lmasa, yangi konsert berayotgan bo'lmasam, shunday qilaman. Aravani quruq olib qochish bilan o'quvchilarni ham, tinglovchilarni ham unutirib qo'yishni istamayman. O'zbekistonda juda ko'pdan beri yangi albomim chiqqani yo'q, konsert ham berganim yo'q. Nimalar haqida intervyu berishim mumkin? Siz yoqtirgan taom qaysi? Choyni xush ko'rasizmi? Ayron nima? Kun tartibingiz qanday degan savollarga javob berishni yoqtirmayman. Boshqa san'atkorlar haqida nima o'ylashim va shunga o'xshash savollarni jinim suymaydi. Aksincha, o'zbekcha albomim chiqsa yo Toshkentda konsert bersam, xursandchilik bilan kerilib o'zim bu haqda so'zlab beraman. Bitta narsaga ishoning, o'zim intervyu berishga chaqiraman, deydi xonanda O'zbekiston Airways jurnaliga bergan intervyusida.
Sevara Nazarxon xorij sahnasiga intiladigan xonandalar toifasiga kiradi. U rang-baranglikni yoqtiradi, shu bois til o'rganishga intiladi hamda farzandlari ham xorij tillarida mukammal so'zlashadi. Xonanda oilasi bilan Londonda yashagani uchun rus, ingliz hamda fransuz tillarida bemalol so'zlashadi. Ayni damda uning o'g'li Dengiz Londonda tahsil oladi. Xonanda esa qizi Imon Anvar bilan Toshkentda yashamoqda. Qizi Toshkentdagi xususiy maktabda tahsil oladi. Ingliz tilida bemalol so'zlashadi. Shu bois oilada shu tilda muloqot qilinadi. Ha, darvoqe, xonandaning qizi 40 yoshda dunyoga keltirgan. Hamma bolalarimni menga o'xshatishadi, ammo men ko'proq ulardek bo'lishni istayman. Hamisha ulardek mehribon, samimiy va sho'x bo'lishni istayman, deb yozadi u Instagram sahifasida. Sevara Nazarxon 2000-yildan boshlab Londondagi Universal Music studiyasi hamda dunyoga mashhur xonanda hamda prodyuserlar Pittel Gabriel bilan hamkorlik ham qilib kelmoqda. 2003-yildan buyon xalq qo'shiqlarini pop-folk yo'nalishida ijro eta boshladi. Uning ijrolarini to'laqonli maqom ijrosiga qiyoslash san'atshunoslik nuqtai nazaridan noto'g'ri hisoblanadi. Bundan tashqari, u o'zi ovoz bilan dunyoni zabt etgan osiyolik 15 nafar xonanda ro'yxatidan ham joy olgan. 2004-yili BBC Radio 3 World Music Awards mukofotini qo'lga kiritgan. Bu mukofotni birinchi bo'lib qo'lga kiritgan o'zbek xonandasi hisoblanadi. Sevara Nazarxon bugungi kunda qizg'in ijod bilan band.